ishonchli bo'lishi uchun ustiga o'zim ham chiqib ko'raman. Qani. Bismillah. Mana bu videoni sizlar ham ko'rdinglarmi? Akam bitta radiator qotirishga shuncha vaqtlari ketdi. Sababi uy sifatsiz blokdan qurilgan. Agar radiatorlari og'ir, chugunli radiator bo'lganda, menimcha bu usullar ham yordam bermagan bo'lardi. Endi qaranglar, bu bizani keramzit blok mahsulotimiz. Biz bunga mana shu 111 kilo keladigan og'ir chugunli radiatorni qotirib ko'rsatamiz. Qanaqa qotiriladi, nimada qotiriladi, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bilib olasizlar. Birinchi bo'lib devorni perforatorda teshib olamiz. Radiator qotirish uchun biz shunaqa anker boltdan foydalandik. Buni probkasini qoqib olamiz. Endi bo'lsa radiatorni kronshtaynini qotirib olamiz. Radiatorni kronshtaynini qotirib qo'ydik. Ko'rasizlar, 4 ta donagina anker boltdan foydalanganmiz. Radiator og'irligiga e'tibor berasizlar. Endi buni devorga ilamiz. Ko'rayotganinglardek 4 ta anker bolt 111 kilo keladigan radiatorimizni bemalol ko'tarib turibdi. Radiator ichiga suv to'lgan paytda bu yana og'irlashadi deyishingiz mumkin. Ishonchli bo'lish uchun ustiga o'zim ham chiqib ko'raman. Qani. Bismillah. Mana, ko'ryapsizlar, meni vesim 85 kilo, bemalol ko'tarib turibdi. Blokimizni baquvvatligini o'zingizlar ko'rdinglar. Agar blokimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilaverasizlar.